Kaziroy nima deyapti? Yoqdimi? Kazirovlar, darvozalar, reshotkalar mana. Vivay deylar mana. Turishlar qanday? Juda chiroyli. Assalomu alaykum. YouTube ijtimoiy tarmog'ida bizni kuzatib turgan aziz yurtdoshlar, navbatdagi lakasamiz Andijon viloyati Ismoskent tumani Mangulikka 16-xonadonga bo'ldi. Bu fayzli xonadonimizga Kaziroy, darvoza, marafon, reshotka ishlarini qilib berganmiz. Bir qator qisqacha avzolarni ko'ramiz. Kaziroyga kiradigan bo'lsak, trendda o'tirgan lazer fasonli Kaziroyimiz. Tepalari Lexan. To'rga to'rt profilda 1.5 stenasida bo'lgan. Yondorlarimiz asosiy ustun qismi 10.2,5 stenada bo'lgan. O'ziga yarashgan bursak rossiyskiy kutilgan galyajnikda lazer usullarni qo'yganmiz. Tepasini rossiyskiy polikarbonatli 15 yil garantiyali Lexanlarda qilib berganmiz. Hop, barodan keladigan bo'lsak, barodan o'ziga yarashgan Qo'ni qo'shnilar chiqib kechqurun ko'ring qilib issiq kunida juda nima desa bo'ladi. Mayli suvlarni saychib, otaxon juda shinavand odam ekanlar. Judalik odamlar bilan chiqishimni qo'ni qo'shnilar ham juda chiqib hazil-huzur qildilar. Hozir o'zlaridan ham qisqacha bir obzorlarni olamiz. Hop, darvozamizga keladigan bo'lsak, o'sha trendda tushayotgan taraf fason darvozamiz. Zamoylarimiz o'sha super zamoy 8lik, 6lik emas. Hop, darvozamiz full qalin materiallarda ishlangan. O'ziga yarashgan lazer qismlari bo'lgan. Rossiyskiy kuydirilgan garyachilik 2 qavat umuman shu yo'q. Tagi 2 yoni shiviller bo'lgan ekanlar. Tepasi profil bo'lgan. Ichiga shumka stiklari bo'lgan. Bitta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz hech qanaqa durbanchik yoki o'rtakash emas, toza mehnatkash hunarmand insonmiz. Biz umuman haligi doim blogerlarga pul berib, reklama qildirmasdan o'sha blogerlarga berib yoqib, o'zlaringga o'tib beraylik akalar. Birinchi qo'ldan aholini aralashmanglar. Narxlarga keladigan bo'lsa, gazetamiz 450 ming so'mdan 800 ming so'mgacha chiqadi. Materiallariga, ishlaviga qarab. Darvozamiz 1,2 mingdan 1,5 milliongacha chiqadi. Skemegamiz metr 8 mingdan 1,5 milliongacha. Marafon reshotkamiz juda trendda bo'lib turgan, ajratib yorib berishga harakat qiling. Reshotkamiz ko'chada derazasi bor, har xil holat, masalan 2 etaj uylar bo'ladi. Balkon qismlaridan yosh bola tushib ketish ehtimoli uchun qildiryapti. Ha, xudo xolasa zo'r. Men ham qilaman dedi qaqay. Bo'ldi, anaqa siz qilib beramiz, tog'a. Marafon reshotkamiz 8 mingdan 1,2 minggacha. Hozir mehnatga ishlagan like bosib qo'ying, parpisga temir ish bo'yicha temir ish bo'ladigan yaqiningizni, qarindoshingizni uzatib qo'yishni unutmang. Biz hech qanaqa nima desa bo'ladi. Boshqa gapimiz kelmayapti, hozir qilolmayapmiz, o'ziga bloger emasmiz, hozir mehnatga insonmiz, shuning uchun gaplarda, obzorda jichcha kamchilik bo'lsa o'zimiz qolamiz. Hozir tog'a ham hozir bir chekich ketib qoldi. Tog'adan ham 2 ovoz o'z fikrlarini olamiz. Kaziroy darvoza reshotka. Ularjon tog'amiz o'zlari ham keldilar. Bir qisqacha fikrlarini olamiz. Tog'a Kaziroy nima deyapti? Yoqdimi? Kazirovlar, darvozalar, reshotkalar mana. Vivay deylar mana. Turishlar qanday? Juda chiroyli. Materiallar o'ta zo'r, go'zal. Bolalarni o'zi ham zo'r bolalar ekan mana. Juda chiroyli, arzon narxda qilib berishdi mana. Zo'r ish yaxshimi? Kachistlarni zo'r mana. Aytilgan kunidan srogini o'tib Skameykalar mana. Aytilgan kunidan srogini o'tib ketmadimi? Shu kuni aytilgan so'zi, aytilgan o'quv. Mana bugungi kunga, bugungi kunga kelishdi. Даже kecha birda kelishgan edi, men ulamadim qo'ymayman. Ertaga qilasizlar. Fikrlari. Ijtimoiy tarmoqda kuzatib turganlarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya beraman. O'rtoqlar, hurmatli do'stlar, akalar, ukalar, mana shu ukalarga qidiringlar, mana telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Mana chiroyli qilib berishadi, arzon narxda. Rahmat sizlarga ukalar. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ko'rgan bo'lsa, internetimiz o'z fikrlarini oldik. Bo'lmasdan pastdagi raqamlarga zakat berishlaring mumkin. Rozi bo'ling. Salomat bo'ling, nazarlar ham. Tan janingiz sog' bo'lsin.